Vulqon og'zi qotillik uchun ideal joy. Axir qurbonning jasadini hech kim va hech qachon topa olmaydi. Aslida ham shunday, biroq u yerga sezdirmay yetib borishning imkoni yo'q. Gap kimdir ko'rib qolishida emas. Biz har soniyada o'zimizdan iz qoldirib, o'zimizni o'zimiz oshkor qilamiz. Izlarni trassologiya o'rganadi. Bu kriminologiyaning har qanday izlarni o'rganuvchi bo'limi. Qo'l, oyoq, tish, qon izlari, ba'zilari obyektning o'zida qolsa, ba'zilari faqat kontur qoldiradi. Inson hatto oyda ham iz qoldirgan, ammo uni boshqa fan o'rganadi. Yaxshi kriminalist bu qanoti bor odam. Jinoyat joyida u o'z izlarini qoldirmagan holda boshqa izlarni qidiradi. Trassologlar uchun asosiysi oyoq izlari. Ular orqali nafaqat krossovka markasi, balki egasining jinsi, vazni, bo'yi, harakat yo'nalishi, hatto o'ziga xos qadam bosishini ham bilib olish mumkin. Agar iz tekis yuzada qoldirilgan bo'lsa, u suratga olinadi. Keyin esa u maxsus plyonka stetoskop bilan ko'chirib olinadi. Agar iz tuproq ustida bo'lsa, u o'sha tuproq bilan birga olib ketiladi. Jinoyatchilarni nafaqat biologik, balki instrumentlarning izlari ham fosh etishi mumkin. Qarang, buzilgan qulfda ochiqchining izlari bor. Iz qancha kam bo'lsa, jinoyatchi shunchalik tajribali va xotirjam bo'lgan. Ayrimlar esa qulfni buzib ovora bo'lmaydi. Eshikni qayirib sindiradi, kesadi yoki portlatib yuboradi. Osma qulfni esa bor yo'g'i 3 soniyada buzish mumkin.